Hop, Qo'shtepa tumanida, Qumtepa bozorining orqasida 7 sotiklik ugulovoy joyda joylashgan xomishda ko'tarilgan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Hop, bu uyda olgan qo'shimcha darsda mana 100 tutga yaqin terayi bor deyapti. Shuni bonus sifatida beramiz deyapti egalari. Endi sizlar bilan ichkari bitta ko'rib chiqamiz. Hop, xonadonimiz 7 sotik, o'zini orqa tomonida ekin-tekinga qo'shimcha qurilish qilgan joyi ham bor, bemalol yetarli. Hop, 3 ta xonasi bor. Hozir o'z egalari yashab turgan 3 ta xonasi bor. Uyda ichida uyda egalari borligi uchun ichkarini videoga olinmadi. Bu tomonda mana qurilish betonlarni quyib qo'yilgan 2 ta xonaga ko'tarib qo'yilgan joy bor. Hop, manzilimiz Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozorining orqasida 7 sotiklik 3 ta xonasi bor, tayyor bitgan, xomishda ko'tarilgan, ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, suv, svetlari bor, hamma yo'g'i bor, yashashga sharoitlari yaxshi. O'zlaring uchun kelib bir qator remont qilib olasizlar. Hop, narxini $56.500 deyilyapti. Ozgina tushib beradigan joyi bor.